Assalomu alaykum do'stlar. Arpaning martning 8-sidagi holati. Qo'shnilarda arpasi dori yemagan. Endi hozir o'zimiznikini ko'rsataman. Yana bitta bir qo'shninniki. Raps bosib ketgan. Chegara ularniki shunday palosa tushib turibdi. Dori yegan joy bilan dori yemagan joy. %50 kilo amapos o'z so'zini aytganda yanvarning boshida yana 150 kilodan ammoniy sulfat berdik. Ko'pchilik ammoniy sulfatni ko'p ma'qul ko'rmaydi-da, lekin qarang, ammoniy sulfat shunday ta'siri bo'lgan ko'chatga. Xohlasa endi 150 kilodan selitra beramiz, keyin suspenziya qilamiz 2 marta. Xohlasa shu bilan arpani eshigini yopamiz inshaalloh. Endi xastalarni bir ko'ramiz endi qanchalik yaxshi bo'lsa sepmaymiz. Agar ehtimoli bo'lsa zanga, xaspaga bir sepib qo'yamiz-da. Shoxlagani 15 tadan tepada. Hozir tuklaganini sanab ko'rdim. 14 ta, 15 ta, 16 ta har xil. Bunaqa qalin joylarini olib sanadim-da, bunaqa siyrak joyini olmadim-da. Ham yagana bo'lib qoladi.